Ketdimi? Assalomu alaykum hammaga. Bugun Nasaf hamda Navoiy futbol akademiyasi jamoalari o'rtasidagi O'zbekiston Kubogi birinchi tur uchrashuvidan keyingi matbuot anjumani birinchi qismini boshlaymiz. Unda mehmonlar jamoasi bosh murabbiyi Timur Sultonov ishtirok etadilar. Temur aka, jamoaga shu agentga Paxtakor Nasafga qarshi o'yinlar nima beradi? Bu juda ham katta ta'sir. O'zi bunaqa nomdor komandalar O'zbekistondagi eng kuchli komandalar shu uchta komanda. Bir umrga tajriba, qo'lda kelgancha o'ynaymiz, harakat qilamiz. Opit oladi. Yosh bolalar uchun tajriba. Baribir ham jamoa maydonga chiqqandan keyin u maqsad bilan keladi. Bugun qanday taktika o'ylangan? Nimaga urg'u berilgan? Asosan shu hamma ko'rdi, o'zi qarshi hujumni tanlab o'ynadik, chunki hujumkor o'ynasak, endi baribir klass katta-da farq. Yo'da o'zi qo'lda kelgancha qarshi hujumga chiqib, birinchi taymda bir ikkita momentimiz bo'ldi, qarshi hujumda barchalarni baribir optikam, hayajon shu. Ikkinchi taymda o'zi ikki marta chiqqan bo'lsak, bir marta gol urdik qarshi hujumimizga.